Avvalambor barchangizga assalomu alaykum qadrli bizni kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan Toshkent shahrida joylashayotgan, umuman Toshkentdagi eng chiroyli bino inshootlar haqida gaplashamiz. Hozir aynan shunday inshootlarni qurib topshirayotgan inson Faxriddin aka bilan suhbat qilamiz va o'zlarining loyihalari haqida sizga ozgina bo'lsa ham ma'lumot beramiz deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum Faxriddin aka. Umuman taklif uchun, umumiy tashrif uchun sizga rahmat. Sizga birinchi beradigan savolimiz shundaki, umuman qurilish firmangiz haqida, u qanchadan beri faoliyat olib borayotganligi haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Biz qurilish firmamiz, mana shu qurilish sohasi bilan qurilish sohasida 2009-yildan beri faoliyat yuritib kelamiz. O'sha 2009-yildan beri mana shu Toshkent shahrida, atrofida ozmi-ko'p bu qurilishlarni qilib kelyapmiz. Hozirda qayerlarda aynan qurilish ketyapti va qanaqa loyihalarni egalariga topshirmoqchisiz? Hozir paytda Abu Saxiy bozorining ro'parasi, Bekbaraka bozorining yonida 16 etajli bino quryapmiz. Birinchi 4 etaj nejiloy do'konli bo'ladi. 5-etajdan 16-etajgacha kvartiralar joylashgan bo'ladi. Bir chiroyli proyekt bo'lyapti bu. Bu haqida ham hozir borib gaplashib ko'ramiz. Tepasida ko'ramiz hammasini. Faxriddin aka, hozirda qurilish jarayonlarida qanaqa materiallardan, qanaqa texnologiyalardan foydalanilyapti? Hozir paytda bu qurilishda beton 400 markadan foydalanilyapti. Boshdan oxirigacha 400 marka berilgan loyiha bo'yicha o'shalar qilinyapti. Bekobod armatura ishlatilyapti, chirchiq armatura ishlatilyapti. Bu yerda sifatlari juda yaxshi. O'zbekistonning o'zi ishlab chiqarilgan, har tomonlama javob beradigan, qurilish montaj ishlariga javob beradigan. Demak, eng yaxshi materiallardan foydalanadi. Yaxshilardan. Eng yaxshilardan. Chunki bu yerda yer tagida -2 etaj, tepasida 16 etaj. Yo'q, hazilgan narsa qurilayotgani yo'q. O'sha mustahkamligiga kafolat beriladi, xudo xolasa. Bu obyektingizni boshqa qurilish obyektlaridan nima farqi bor? Nima afzallik taraflari bor? Afzallik taraflari shundaki, birinchi galda menda loyihachi tashkilotim juda ham yaxshi. O'zining ishini ustasi yig'ilgan ular komandada. Qurilish tashkiloti, ular ham o'zining ishini ustasi, professionallar yig'ilgan. Bet seysmologiya bo'yicha 9 ballga mo'ljallangan qurilish bo'lyapti deb aytdi hozir. 9 ball. Demak, 9 balli yer qimirlashiga dosh bera oladi. Dosh beradigan. Mana hozir bitta oddiy misol, o'zimni loyihachilarimdan konstruktor Dilmurod degan yigit bor. Juda o'tkir bola, o'zining ishining ustasi. O'shanga aytdim. Masalan, 9 ball mabodo Xudoning o'zi saqlasin bu narsadan. 9 ball bo'lib qoladigan bo'lsa, meni imoratimga nima bo'ladi deganimda, 9 ball bo'ladigan bo'lsa, 5 santimetrdan 11 santimetrgacha cho'kish ehtimoli bor obyektingizda. Boshqa hech narsa bo'lmaydi desam, yo'q. Bu yaxshi. O'shanga yarasha mana metal konstruksiya juda mustahkam, juda ham ko'p. Masalan, 8 ballga mo'ljallangani 60 tonna ketadigan bo'lsa, bu yerga 9 ballga mo'ljallangan 100 tonna ketadi metal. 40% farqi bor bu yerda. Metal zichligi ham oshadi shu. O'sha metalni, o'sha armaturalarni qalinligi, diametrlari, pozitsiyalari, o'sha A400, A500 markalari juda usileni katta betdi. Reperdan bor-ku, reperdan. Mana shu kotlovan ko'lanayotganda chuqurligi reperdan 0 dan 15 metr 30 santimetr pastga tushganmiz. 15 metr 30 santimetr. 5 metr. O'shani eng tagiga 1 metr 20 santimetr katta bulliga toshlar tashalgan. Bu trambovka qilingan 16 tonnali katokda, vibrokatokda. Uni ustida 6 metr GPS tosh-qum aralashmasi tashalgan. O'shalar tosh-qum aralashmalari har 30 santimetrda katok yurgan. Trambovka qilgan, vibrokatok 16 tonnali. U tegi chotki bo'lgan bu anaqa. Shunda tegida ham 2 etaj bormi? Shunda podval 2 etajmi? O'shani ustiga -2 etaj qurildi. -2 etajdan avval shuncha narsa. -2 etajdan avval shuncha narsa tushgan. 15 metr 30 santimetr chuqurlikka tushirilgan. U 2 etaj nima bo'ladi u? Bu ham qoradami? Stoyanka. Mana bitta narsa mana videoga olinyapti ekan. Aytaman, işte hamma domlarda hozir bitta muammo bor. Mashinalar bilsangiz, dom oldiga shunaqangi neto taxlanadi. Bu yerda podvalda 2 etajli stoyankasi bor ekan. Uni yaxshi variant. Tem bo'l Amerikadagi yurtdoshlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, mashinani bu yoqqa bosib tashlagansizlar-ku. Bo'ladi, bosib olsa bo'ladigan joyi. Joy 80 sotuq, 30 sotuq yurishadi, 50 sotuq atrofida joy bor yani. Hop, 2 ta mashina bo'lar ekan. Yaxshi, zo'r. Men hozir turgan joyimiz 7-qavat polda turibmiz.
Bu yerda mahallani bitta masjidi bor. Mana Abu Saxiyning yangi masjidi. Ya'ni ikkita masjid orasida ikkita masjidda azon ovozi eshitilib turadigan joyda turibmiz. Mana bu Abu Saxiyni texnika, kompyuterlar sotadigan joyi. Mana bu xalq tilida Titanik deyishadi. Abu Saxiyni optim bo'ladigan joyi. Yonida частный bog'cha bor, uni yonida davlat bog'chasi bor. Demak, orasi juda yaqin bu narsalar. Atrof ana kommunalniy kerak hamma narsa bor. Hammasi bor. Infrastruktura chotki joylashgan bu yerda. Sal men mahallaning orasidan yurilganda naryoqda 15-maktab ham bor. Yonida bog'chasi bilan. Umumiy hisobda hozir atrofda 5 ta maktab bor, 4 ta bog'cha bor. Piyoda yetib olish mumkin bo'lgan radius haqida gapiryapman. Joylar zo'r. Qiziq joyi. 3-chi masjidani. Ana shunda gumbazlar ko'rinib turibdi. Bu yoq tomonda ham masjid. Atrof polniy masjid. Maktab, bog'cha. Mana ham raysentrni markaziy shifoxonasi bor mana. Mana shunda masjid ro'parasida. Mana turibdi yana oq zdaniya. 5 etajli. Shu raysentrni markaziy kasalxonasi. Dom o'zi hozir 7-qavatda turibmiz-ku. 5-qavatdan shunda hovliga chiqasiz. 5-qavatda o'zining hovlisi bor, bolalar maydonchasi bor. Faqat shu yerda yashovchilar uchun mo'ljallab qilinadi. Ya, u qanaqa 5-qavat? Men hozir sizga loyihasida ko'rsataman. 5-qavatdan chiqyapsiz, 1-qavatdasizda. Xuddi shunaqa hovlisi bor o'zini, bolalar maydonchasi bor. Bolalar maydonchasi shunaqa loyihalanganki, kichkina bolalar o'yiniga alohida joy, o'rta yoshli bolalar o'yiniga alohida joy, sport bilan shug'ullanishga workout zonasi alohida, dam olish zonalari alohida qilib qo'lingan. Va atrofi o'ralgan, yopiq. 4-qavat tomida 5-qavat bo'lgandan keyin havo zo'r aylanadi. Quyosh tushishi ertalabki kechki paytga sayrlarga juda qulaylashtirilgan. Yo'q, hozir shunda birinchi men yangi yetmadi, loyihada ko'rib olamiz deb bo'ldi. To'g'risi, har joyda men ham bo'ldi. Do'stlar, bitta narsani aytib o'taman sizlarga, agar bu loyiha menga yoqdi deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, kimdir hozir borib uy sotib olaman deydigan bo'lsa, bemalol Abu Saxiy sentri ro'parasida sotuv ofisi joylashgan do'stlar. Xullas, endi bitta narsa bor, har bitta insonda xavfsizlik birinchi o'rinda. Har bitta insonning farzandi bo'ladi, aql ayoli bo'ladi, ishga ketish, borish, kelish degan narsalar bor. Aynan shu xavfsizlik haqida menga tushuncha bersangiz, bu menimcha bizni kuzatayotganlar ham qiziq bo'ladi. Birinchisi, uy o'zini joylashini ko'rdingiz. Uyni oldidan kiraverish kerakligini ko'rdingiz. Xo'p, 1-qavatdan 4-qavatgacha maishiy binolarligini aytdim. Albatta. 5-qavatdan boshlab xonadonlar boshlanadi. Mana sizga aytgan bolalar maydonchasi shu yerda. Tushundingizmi? Tushunarli. 4-qavatgacha bo'lgan maishiy binolarni, tagida maishiy binolar bor, ustida bolalar maydonchasi va uyning hovlisi. Shunda xususiy tadbirkorlar 4-qavatgacha o'zi uchun tadbirkorlik uchun binosi ham bo'ladi hozir. O't, imini buni ham aytib o'tish kerak. Umumiy binoda 11 ta lift bor. Tadbirkorlar uchun kirib chiqadigan eshigi ham boshqa, foydalanadigan lifti ham boshqa. Yashovchilar uchun qo'yilgan har bitta podyezdda 2 tadan lift faqat yashovchilarga xizmat ko'rsatadi. To'rt bosqichli himoya degan narsamiz bor, xavfsizlik, mana Abu Saxiyda odam ko'pligini siz ham bilasiz. Mana bular hammaga sir emas. Boshdagi eshikdan kiraverish kodli. Davonfon orqali kiriladi mana bu joyga. Kod bilan o'tiladi. Begona odam kirib keta olmaydi. Mana shu eshikdan faqatgina yashovchilar istiqomat qiladiganlar kiradi. Targov kompleksiga, maishiy binolarga yonidagi eshikdan, boshqa eshikdan kiriladi. Xonadon egalari faqat oldidagi eshikdan kod orqali o'tiladi. Endi eshikni ochiq qolib ketgan taqdirda ham kirilsa ichkariga liftni begona odam chaqira olmaydi. Yashovchini o'zini chaqirish uchun kartochkasi bo'ladi. Kartochkasi bo'lmagan odamga lift eshigini ochmaydi. Liftlarimiz ham aqlli. Ikkala liftdan bittasi 630 kilo, bittasi 1 tonna liftlarimiz ham sizni kartochkangizga qarab o'zingizning qavatingizga olib chiqib qo'yadi. 11 boshqa qavatga chiqarmaydi ham bossangiz bosmasangiz. 11-qavatdan uy olgan odamga faqat 11 ga olib chiqadi. 10 ga ham olib chiqmaydi, 12 ga ham olib chiqmaydi. Undan keyin mana e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joyi bor. Mana bu liftdan chiqqaningizdan keyin yo'lakka kiraverishdagi eshigimiz bor. Bu ham kodli. Bu eshikdan 1, 2, 3, 4 ta dona qo'shingiz o'tadi. O'zingizdan boshqa 3 ta dona qo'shingiz o'tadi. Lekin bunda ham kod bor. Bunda ham kod bor. O'zingizning eshigingizni xohlang kartochka bilan oching, xohlang kod bilan, xohlang kalit bilan, xohlang barmoq izlari bilan, xohlang shaxsiyatizga bog'liq. Uni ham yo'lini ko'rsatib, qaysi bir ma'qulligini qilib bera olamiz. Endi bolalar maydonchasi o'rtada 5-qavatdami? Boyaga aytgan 1, 2, 3 ta eshikdan o'tib turib, keyin bolalar maydonchasiga yetib borish kerak. Bolalarning xavfsizligi ham xuddi shunaqa rejalangan. Qo'lida o'ynayotgan bolalarning xavfsizligi ham inobatga olib qilingan. Ana qo'rqmas ekan odam, mashina kelib qanchalik atrofda ko'p odam bo'lmasin, mashina kelib qolishi bir navi. Odam ko'p joyda boladan xavotir bo'lmasligi uchun bir qo'rg'on qilib qurilibdi. Bunker ham deb reklama qilindi. Ko'z tushgandir balki internetda. Da, ko'rgandek bo'ladi.
Bolalar maydonchasi alohida ko'rsataman sizga. 5-qavatda bolalar maydonchasi bilan bo'lgan oldidagi masofasi va o'zi atrofi zabor bilan, devor bilan o'ralgan, tashqi devorlari oynali, stiklanli, xuddi ko'cha ko'rinib turadi. Tomon ochiq. Mana boya aytgandek, kichkina bolalar uchun alohida joy, o'rta yoshli bolalar uchun o'yingoh alohida, o'smirlar uchun workout zonasi alohida, atrofida dam oladigan skameykalari, atrofida sayr qilish mumkin bo'lgan zonalari. 5-qavatdan olganlar to'g'ridan-to'g'ri uyga chiqib kela olishadi. 5-qavatdagilarda 3 bosqichli himoya bor. 6-qavatdan yuqorisiga olgan odamlarda 4 bosqichli himoyasi bor uylar. Har bitta loyiha eksklyuziv. 2 xonalilar hovliga qarangan. Shunaqa loyihalanganki, bola chaqasi bilan keladiganlar 2 xonali, 3 xonali oladi, hovli tarafda ko'rish imkoniyati bor. Bir xonalilarimiz tashqi taraflarga qaraydi. Bir xonali uyimizni ham e'tibor bilan qarasangiz, hojatxonasi bilan hammomi alohida. Bir xonali uyda ham. Umumiy hojatxona emas. Bu loyihani ustida ishlayotganda o'zi ancha vaqt sarflanib, bunga yetib kelguncha bu atrof o'rganildi, kimlar qanaqa olsa to'g'ri bo'lishi hisobga olindi. Hozir sotuv boshlangan. Sotuv boshlanib, hozir ancha qismi sotilib, egalariga xudo xolasa pishib ham qoldi. Qurilishi bu yerda loyihani boshlashdan oldin atrof o'rganganimizda bozorda ham qanaqa narsa bor ekanda, ertalab Optim savdo deymiz, loqlik kelishadi. Va butun Toshkent shahri, umuman viloyatlardan, O'zbekistonning hamma burchagidan shu bozorga Abu Saxiyga kelib savdo qiladiganlar bor. Ya'ni kelib mol olib ketib viloyatda borib savdo qiladiganlar bor. Bu yerdagi bozorda ishlaydiganlar uchun 1 minut ham katta vaqt. Ya'ni ertalab ochilayotgan paytda agar 1 minut kech qolsa, viloyatdan kelgan uni klienti uni magaziniga emas, boshqa magazinga kirib narsasini olib ketib qoladi. Bu uyning afzalligi shunda bo'lyaptiki, ijaraga olgan taqdirda ham bu joyi Chilonzorda turib yetib kelguncha ketkizgan vaqtini tejaydi, yo'l kirasini tejaydi, voqili chiqib yetib kelgan taqdirda ham probkada turish muammosidan qutuladi. Yo'l nari ketib o'sha bozor. Yo'l nari ketib shunda o'tadi bozor. Va o'sha 1 minut kech qolmaslik uchun 1 soat, 2 soat vaqtli turish shart emas. 10 minutda hal bo'ladi ish. Chunki bozorda ertalab Optimda 1-2 minut kech qolishingiz sizni butun kuningizni savdosini o'ldirib yuboradi. Hozir menga shunaqangi ma'lumot aytib o'tishdi, что kimdir binodan uy sotmoqchi bo'lib keladigan bo'lsa, bitta shu skaner qiladigan bo'lsa, binoni barcha hujjatlari chiqadi deb hozir sinab ko'ramiz. Mana. Bin kodi 88 89 ekan. Och. Mana. Hamma hujjatlari xulosasi, kadastr qurilish vazirligining hammasining xulosasi bor ekan. Vot mana. Endi ikkinchisini ham qiling. Ikkinchisini endi. Ikkinchisini qiling. Stroy Analytics mavjud bino har bitta ma'lumotni chiqarib beradi. Kim quryapti? Qurilish yakunlanishiga 654 kun qoldi. Demak, vaqt oz qoldi. Zo'r. Demak, qonunni ham hamma savollarga javob olsa bo'ladi. Do'stlar, umumiy sotuv statistikalarini ko'rgan paytda aynan ushbu loyiha bo'yicha ko'plab sotuvlar amalga oshirilayotganligiga ko'zimiz tushdi. Hozir borib ko'rib keldik. Analizga savol shunday iboratki, nega aynan shu Abu Saxiyning oldida joylashayotgan qurilish loyihasi bo'yicha juda ham ko'p talablar bo'lyapti. Bunga nima deb o'ylaysiz? U yerda bozorlarning markazida joylashganda bizning obyekt. U yerda Bekto'pi bozori bor, Abu Saxiy, Bekbaraka, Chinni bozor, Beshqo'rg'on bozorlarning markazi. Tadbirkorlar uchun rosa qulay. Masalan, Toshkentning nari burchagidan kelayotgan yoki boshqa viloyatlardan qatnayotgan odamlar uchun juda ham qulay. Aynan tadbirkorlar bob loyiha bo'lgan. Hamkor rezidens loyihasi menda juda ham yaxshi taassurotlar qoldirdi Faxriddin aka. Endi bundan keyin qanaqa loyihalar bor? Bu ham menga juda ham qiziq. Shaxsan menga. Xudo xolasa, mana shu hozirgi qurilayotgan obyektdan 708 metr ichkariga kirilganda 2,5 gektar joy oldik. O'sha yerga bir boshqacha loyiha planlayapmiz, hozir mo'ljallayapmiz. 2,5 gektar. 2,5 gektar, 2000 tadan oshiq kvartira tushadi. Unga bir alohida gaplashamiz. Demak, keyingi sonda kutib qoling. Savol, mana yana 1 gektar, 2 gektarli joy bo'ldi deyapsiz. 2000 ta xonadon tushadi deyapsiz. Kanalizatsiya tizimi qanaqa u? Toshkent halqa yo'lida atrofida 1200 talik suvniki, ichimlik suvniki. 1200 talik kanalizatsiya quvurlari o'tgan. Toshkent halqida. Bizga texusloviya berilgan, o'sha yerga ulanamiz. Suvga ham, kanalizatsiyaga. Faxriddin aka, hozir bilsangiz, misol uchun juda ko'p qurilishlar bo'lyapti. Aynan Toshkent shahrida, Toshkent markazida, umuman viloyatlarda ham
Nima deb o'ylaysiz? Ularda qanaqa muammolar bo'lyapti va o'sha muammolarga sizni qurilish korxonangizda qanaqa yechimlar bo'lyapti? Loyihada ko'rsatilgandek radinkadan qilinsa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Loyihachilarning o'zi ham daskanani hammasini hisob-kitob qilib, qayerda qanaqa stroy material ishlatish kerak, qaysi hammasini hisob-kitob qiladi. Nagruzkalarni ham beradi, boshqasini ham beradi. Loyihada ko'rsatilgandek qilish kerak-da. Qurilishda o'g'irlik qilish mumkin emas. Hozir bilamizki, Faxriddin aka, ko'plab o'sha ko'p qavatli binolarda suv va gaz ta'minoti muammo bo'lyapti. Bunga sizlarda qanaqa yechim bor? Biz nasos sistemasi qilamiz, suv bo'yicha. Suv bo'yicha. Nasos tepaga haydab beradi, 16-etajdan pastga tarmoqlanadi. Bu hech qanaqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Ya'ni birinchi yuqori qavatdagi insonlarga suv yetib boradi. Yuqoridan pastga tushadi. Pastdan yuqoriga chiqmaydi-da, yuqoridan pastga tushadi suv. Elektr energiyasi bo'yicha-chi? O'zini zaryadlash degan narsalar bormi? Elektr energiyasi bo'yicha solnechniy panellar qo'yiladi. Mana shu tomga, xudo xolasa, kamida 50% maydoniga solnechniy panel qo'yiladi. Mana bu har bitta blokka o'rtacha 60-80 kilovatli dizelli generatorlar qo'yiladi. Bu zapas. Mabodo ekstrenni yanog'iga svet o'chib qoladigan bo'lsa, mabodoga. Bundan tashqari Nazarbek liniyasi bor, oldidan o'tgan 6000 voltli. Bundan olinadi. Texnik shartda ko'rsatilgan bu. Navro'z liniyasi bor, 6000 voltli. Bundan olinadi. Ikkita liniyadan olinadi bizda. Faxriddin aka, hozirgi uylarning narxi necha puldan boshlanadi? Bu qavatiga qarab bitta 1000 dan 1300 gacha orasida o'ynaydi. Ya'ni oylik to'lovlari kvadrati. Kvadrati. Bitta 27-28 oyigacha bo'lib to'lash sharoitlari bor. Endi biz hozir ushbu videorolikni aynan Amerikadagi o'zbeklar kanali uchun qilyapmiz. Ya'ni bizni hozir ko'rib turgan ko'p insonlar Amerikadagi yoki boshqa chet davlatdagi insonlar bo'lishi mumkin. Ular qanday tarzda uy sotib olsa bo'ladi? Ular aloqaga chiqsin. Bu yerda qarindosh urug'lisi bor, aka ukalisi, opa singillisi bir og'iz anaqa qilinsa, kelinadi, do'g'ir qilinadi, shartnoma qilinadi. Do'stlar, bu yerda Instagram, bu yerda mana telefon nomerlari turibdi. Bemalol shu raqamlarga bog'lanadigan bo'lsa, aynan Amerikadan turib ham hozir uy sotib olsa bo'ladi. Lekin misol uchun umumiy oilasi bilan ko'chib ketgan, O'zbekistonga shunchaki orada kelib turadigan inson olmoqchi-da, u qanaqa bo'ladi? Misol uchun onlayn qanaqadir shartnoma qilsa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Kimdir sharoiti bor, birdaniga pulni to'lab uyni sotib olishga, kimdir sharoiti yo'q. Aynan bu holatlarda qanaqa yechim bor? Boshida to'lash sharoit bo'lmaydigan bo'lsa, 27-28 oyiga boshlang'ich to'lovsiz o'sha summani bo'lib berish. Foizsiz. Hech qanaqa foiz yo'q bu yerda. Shartnomani ham o'qpanna qiladigan bo'lsangiz, men kechikilgan muddatga menimcha foiz, menimcha peni unaqa narsa yo'q. Oyma-oy grafik qilib beriladi, o'sha bo'yicha to'lanadi. Keyingi savolim shunday iboratki, mana sotuvlar уже boshlangan. Binoda bir nechta уже xonadonlar sotib bo'lingan bo'lsa kerak. Amerikadan insonlar sotib oldimi mana? Sotib olishda. Aynan kim biror misol keltira olasiz? Mana shu Jo'rabek degan yigit sotib oldilar, ikkita kvartira olganlar. Amerikada trak haydarkanlar. Amerikada. Samarqandda yigit. Muzaffar aka degan odam, ular ham ikkita kvartira olganlar. Har bitta narsani bir yaxshi, bir yomon tarafi bo'ladi. Aynan qurilish sohasida bo'ladigan bo'lsa, hozir bilamiz, juda ham ko'p joyda noroziliklar ko'p. Juda ham ko'p joyda. Aynan sotuv amalga oshirilgan xonadonlarning egalarida qanaqa fikrlar bo'lyapti, qanaqa taklif yoki qanaqadir norozilik, batafsil shu haqida ham gapirib bersangiz. Bu narsalarni mijozlarimizni o'zidan eshitsanglar bo'ladi. O'zlisi video сообщение ham jo'natishgan joylisi bor. O'zlisi голосовой сообщение jo'natgan joylisi ham bor. Chiroyli fikrlarni bildirishyapti. Herkese selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. İsmim Hüseyin, Türkiye vatandaşıyım. Abu Said Pazar karşısındaki Hamkor rezidanstan 2 haneli üye aldık. Arkadaşların ilgisinden, alakasından dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkese tavsiye ederim. Böyle bir fırsat kaçmaz. Benim ismim Rahmetullah. Abu Said bozorda savdo qilaman. Bize o'zi Hamkor residensiyadan xonadon xarid qildik. Xonadonlarda loyihalari nimalar bilan tanishdik. Bizga juda ma'qul keldi. Hammasi zo'r, sharoitlari, hamma nimalari bizga ma'qul keldi. Kelinglar sizlar ham xarid qilinglar, ulgurib qolinglar.
Assalomu alaykum. Men ismim Iskandar. Bu yerdan Hamkor rezidensiyadan bir xonali kvartira xarid qildim, 46 kvadrat metr. Bu yerda olishimga asosiy sabab bu yerdagi qurilayotgan binoning sifati, qurilishi, xavfsizligi va joylashuvi bozorga juda ham yaqin. Va bu yerdagi buni atrofidagi infrastruktura, ya'ni yaratilayotgan sharoitlar qulayligi bu yerdan xarid qilishimizga asosiy sabab bo'ldi. Orzu etadim doğrusu. Kalben şunu isterdim. Şöylerden bir mekanımız olsa, uyumuz olsa da arzu ettim. Lekin hayolimim demeyen nasip kılışı da kalbimizden ötüp koygan. Allah nasip etsin. Mana hozir bilamiz ekologiya yomonlashib boryapti deydi, donda turganlar ko'plar noliydi-ku misol uchun. Bu bor faktura. Ana endi ushbu loyihani aynan ekologik jihatdan qanaqadir kafolatlari bormi? Shu qiziqdi bizga. Qani, kafolatda ko'pincha odamlar hujjat tushunadi-da. Uy qurilishi boshlashdan oldin ekologiyadan, sesdan, xulosalar, tekshiruvlar, ekspertizalardan o'tadi. Bu hujjatlarimiz bor. Aslida bunaqa joyda quruvchini o'zidan savol berganda men qanaqa javob eshitish xohlardim. Masalan, Faxrin akam o'zlari mana mash turgan joyimizda tepadan 16-qavatni o'zlariga olgan. O'zlarini yashashlari. Loyihachimiz xuddi shu joydan bir joy, xuddi shu uydan pastrog'idan olingan. 15-14lardan ikkita loyihachim olgan. Banteyimdan. Shunaqa. Xuddi shunaqa. Ya'ni nima demoqchiman? Kafolat berib birovga sotish emas, o'zimizga uy qurgandek qilyapmiz. Yo, pastrog'idan ham olgan joyimiz bor. Men ham o'zim bir mo'ljallab turgan joyim bor, u o'sha 10-qavatlar atrofida. Aka, men olib qo'ymasimdan oldin siz olaver deydi. Yo, loyiha haqiqatan ham zo'r. To'g'risi menga ham juda ham yoqyapti. Ayniqsa mana 5-etajdan chiqib ketsangiz shunday 1-etaj bo'lib qoladigan joylari, eng global muammolardan bittasi avtostoyankasi bor, podzemniy. Ya'ni yer osti avtoturargohi bor ekan. Bozor mana yaqin. Yana nima kerak? Aynan Amerikadagi o'zbeklar kanali va sizdan bir narsa iltimos qilardik Faxriddin aka. Amerikadagi o'zbeklar uchun, umuman chetdagi o'zbeklar uchun qanaqa maxsus taklifingiz bor? Amerikada yashayotgan vatandoshlarimizga taklifim mana birinchi 10 ta mijozga общий kvartira bahosidan 7,5% skidka qilib beramiz. U boshlang'ich to'lovidan qat'iy nazar. Boshlang'ich to'lovini to'laydimi yoki 100% to'laydimi, 50% to'laydimi? Undan qat'iy nazar 7,5% skidka qilib beraman. 7,5% ishlashi mumkin, lekin katta summada o'sha kattagina summa bo'ladi. Endi Amerikada yashaydigan insonlarda baribir pul ko'p. Ularga kerak emas biz foizlarni chegirnoqa berish, lekin juda ham yaxshi taklif bo'ldi, menimcha bosib oladigan joy. Hurmatli tomoshabinlar, bizni kuzatib turgan insonlar, siz Amerikadamisiz, O'zbekistondami yoki Yevropadami farqi yo'q. Sizga agar xonadon kerak bo'ladigan bo'lsa, Hamkor rezidensiyadan xonadon sotib olaman demoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, batafsil ma'lumotlar olish uchun bu yerda havolalar bor. Ushbu havolalar orqali aloqaga chiqing va orzungizdagi xonadonga ega bo'ling. Hamkor rezidens biznes klassdagi xonadonlar. Aziz do'stlar, shuning bilan bugungi bizning suhbatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi va oxirgi so'zni Faxrin akaga bizga beramiz. Hammalarni Ramazon oyi bilan tabriklayman. Muborak bo'lsin. Hamma o'ylagan niyatiga yetsin, ilohim. Hozir bir narsani yana o'ylab qoldim. Faqat Amerikada yashovchi o'zbeklar uchun emas bu chegirma. Yana bu yoqdagi mijozlar ham qabul qolishmasin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar hammaga taalluqli bo'ladi. 7,5% chegirma. Demak, birinchi 10 taga. Birinchi 10 taga. Qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, birinchi 10 ta. Mana bugun Ramazonning birinchi kuni. Bugundan boshlab birinchi 10 taliga shunaqa chegirma bor. Shoshilamiz. Barchalarga e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Keyingi loyihalarda ham albatta Faxriddin aka siz bilan ham va siz bilan ham ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Ilohim, salomat bo'linglar.